Xalqaro gullar festivali doirasida Chust tumanida osh chempionati bo'lib o'tmoqda va bu yerda 20 nafar oshpaz 1 tonnadan ortiq osh damlamoqda. G'olib esa bitta bo'ladi. Kim mahoratli? Qani ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, salomat. Necha kilo damlayapmiz? Inshaalloh 30 kilo. Maqtanishmas. Shu aynan vodiy boshqa shu O'zbekiston Respublikasiga nisbatan vodiy osh qilish bo'yicha boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Chust osh markazi-ku. Salomat bo'ling. Nima qilyapmiz endi? Ko'yapkazda osh damlayapmiz. O'zi shuncha erkak oshpazdan ichida bitta o'zingiz. Endi hamma narsa erkak kishi qilsin degan emas-ku, to'g'rimi? Qaysi tashkilot o'zi? Chust tuman gaz ta'minoti bo'limi. Ha, o'zi osh ham gazda pishmayaptimi? Osh haqiqiy o'tinga bo'lyapti. Haqiqiy jaydari osh. O'zi Chust oshi nimaga boshqacha? Chustni suvi boshqachada, duo ketgan. O'zi nimaga har yili osh chempionati Chust o'tkaziladi? Chust 2500-3000 yillik tarixga ega qadimiy shahar hisoblanadi. Aha. Bu yerda shu Chustda pichoq bilan osh bu Chustni brendiga aylangan. O'zi qancha osh damlayapmiz? O'zi bu yerda shu 1 tonnaga boradigan osh pishyapti. Bu yil 1 tonna qilgan bo'lsak, narigi yilga xudo xolasa 2 tonna qilamiz. Buni hop pishirdik, buni nima qilamiz keyin? Shuncha osh pishirdik. Buni hammasini mahalladagi kam-kamlangan oilalarga, hozir lagerda bolalar dam olyapti, lagerlarga, shifoxonalarga yetkazib beriladi. Fikran aka, boramiz. Hamma rahmat.